Hammaga xayrli kun. Bugun sizlar bilan uyda o'stiriladigan gullar haqida, ularni parvarish haqida gaplashamiz. Bir necha yil oldin men gullarga umuman qiziqmasdim. Qiziqardim-u, lekin olgan gullarim barisi qurib, so'lib qolardi. Shuning uchun olib ekib ko'paytirishga unaqa qiziqmasdim. Hozir bo'lsa gullarga qanaqa parvarish, qanaqa vitaminlar berish kerakligini o'rganib, hozirgi kunda gullar meni eng yoqtirgan narsalarimdan biri. Uy gullari albatta. Ularga men hozir bergan dorim monokalli fosfat dorisi. U gullarga barglari doim yam-yashil bo'lishi uchun, ko'p gul chiqarish uchun beriladigan dori. Uni instruksiyasi o'zida yozilgan bo'ladi. Qancha litr suvga qancha gram solinishi, taxlanishi haqida yozilgan. O'zlariga kerakli bo'lgan miqdorda solib, gullaringizga faqat bir kun oldin sug'orilgan gullarga ertasi kuni beriladi. Purkagichda mashnaqa qilib barglari bilan har bitta barglariga sepib chiqiladi. Gullaringizni doim mana shunaqa qilib taglarini tozalab turinglar. Sarg'ayib qolgan barglarini, o'tgan, begani o'tlarini sug'urib olinglar. U yangi chiqib keladigan barglarini chiqishiga ozgina mishet beradi. Xunuk ko'rinadi ham. Keyin yana bitta narsa, men gullarimga doim filtr suvidan qo'yaman yoki bo'lmasa ko'pincha qor, yomg'ir suvlaridan qo'yaman. Har doim qishda yoki bahorda biza yomg'ir suvlaridan, qor suvlaridan olib qo'yamiz. Hech ham kran suvdan qo'ymayman. Sizlarga maslahat beraman, yo filtr suv yo yomg'ir, qor suvlaridan qo'yinglar. Gullarga xuddi mana yomg'irdan keyin gullar chiroyli bo'lib, sveji bo'lib turadi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Hamma gullarimni sug'ordim. Hovlidagi gullarimni, oshxonadagi gullarimni, uydagi gullarimni hammasiga mana shu doridan berib sepib chiqdim. Ular chiroyli bo'lib, yam-yashil bo'lib qoldi. Keyin sizlarga mana hovlidagi ekkan hamma narsani ko'rsataman. Mevatalar ekkanman, chinozvilar ekkanman. Chiroyli bo'lib turadi ular. Shunaqa holga kirganlarsa yam-yashil bo'ladi. Bahorda o'zi hammani uyi chiroyli yam-yashil bo'lib turadi. Bu hammaga estetik zavq beradi. Sizlarga maslahat beraman, gullarni yaxshi ko'ringlar, sog' va omon bo'linglar. Like va podpiska bosing.